Meyitni rasmga tortishning hukmi. Savol. Assalomu alaykum ustoz. Meyitni rasmga tortishning hukmi nima? Tugab ketganlarning rasmini boshqa davlatlardagi tuqqanlarga yo'llashga to'g'ri kelsa, rasmga tortsa bo'lamdi? Javob. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuhu. Barliq hamdu sanolar Janobi Allohga bo'lsin. Durud va salomlar payg'ambarimizga, u zotning oila taobatlariga, ashablariga va u zotga toki qiyomatgacha ergashganlarga bo'lsin. Meyitni mayli yuyib tarashdan burun yoki asnosida yoki kepallangandan keyin yoki qabrda dafn qilinish oldi keynida rasmga, sing'i tortish, uni saqlash va taratqularda tarqitish joiz bo'lmaydi. Chunki insonning jasadining hayot chog'idagi izzat hurmati bo'ladi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam insonning so'ngak ustixonlarini meyit holatida chaqish hayot vaqtida chaqqanga o'xshashdir degan. İmam Ayni bu hadisning sharhida ma'nosi shuki, odam bolasining hurmati har ikki holatida o'xshash. Shunga tirik kishining ustixonini chaqish joiz bo'lmaganidek, meyitning ustixonini chaqishmi joiz bo'lmaydi degan. Inson vafot bo'lganida uning chiroyi, ko'rinishi o'zgarib ketadigan bo'lib, inson o'zini boshqalarning bu holatda ko'rishini xohlamaydi. Biz uning rasmga tortishga rozi bo'ladigan yoki bo'lmaydiganligini bilolmaymiz. Shunga hatto dinsizlarmi meyitning yuzini yepib qo'ydi. Bu sababdan meyitni rasmga tortish uning izzat hurmatini, shaxsiy ahvolini dafsanda qilganlik bo'ladi. Uning ustiga tortilgan surati tuqqanlardan tarqab ketib, dushmanlarining qo'liga tushishi yoki meyit haqida naloyiq gap so'zlarning tarqalishiga sababchi bo'lishi, hatto obro'yi va e'tiborini zedilishi mumkin. Albatta, biror hodisa yoki jinoyatni aniqlash yoki ilm o'rgatishdak zaruriyat ko'rilgan ahvollarda meyitni rasmga tortishga ruxsat qilinadi. Ammo urug' tuqqanlarning suratli chiroyini ko'rishi jiddiy ehtiyoj emas, balki qayg'u alamni texmi ulg'aytishga, kichik bolalar va ayollarning qo'rqinchli tushlarni ko'rishiga sabab bo'ladigan ish. Alloh eng to'g'risini bilgurchidir. Fatvoda doktor Abdul Aziz rahmatulloh. Fatvolar majmuasi 3-tom.